200 likka ko'rishingiz mumkin. Yangi diska ochib turibsizlar ko'rsataman. Mana diskani qarang. Nikelligini. O'zimizning inovarkalar mashinada yo'q diskalarimizni bu boltlarni ko'rsatishingiz mumkin. Haqiqiy yuk mashinaga mo'ljallangan. Furani bolti bilan bir xil boltlar. Buni bu yerga shunday qotiriladi. O'zi haqiqiy zavodskoy bo'l. Bu yuk mashina bo'lganligiga qaramasdan chiroyliligini qarang, ishlab qo'ygan. Buni endi orqasini ko'rsatamiz, orqasini ochamiz. Orqasini holatini qaranglar, nikelligini ichigacha. Nima deyapti bu? O'zimizning inovarka, uncha-muncha inovarka mashinada yo'qligidan. Bu yozuvlarni qarang, o'rtasiga qarang. Bu chiqadi, bu yerda boltlar qotiriladi. Buni alohida mana boltlari bor. Korobkani ko'rsatishingiz mumkin. Korobkaning ichida alohida nikelli boltlari bor. Shu boltlar bilan qotirib, keyin buni ustiga qotirib qo'yiladi. Shu bilan ancha ochiladi. Bu 1 tonna 200 likniki, 1 tonnaliklariga ham bor. Porter, Bongo, qaysi mashinaga xohlasangiz jo'natib beramiz. Narxlari o'ta qulay narxda bo'ladi.